qish kunida o'tin so'raganlar uchun o'tinlarimiz akalar. Mevali daraxt o'tini, o'rigan bor, gilos, tut aralash. 50 quruq deyishyapti. Narxi 500 ming so'm. Bunisi qanaqa o'tin edi? Yong'oq bilan qayrog'och. Yong'oq, qayrog'och aralashi bir labosi, bunisi ham narxi 500 ming so'm 10 kilometr dostavkasi ichida. Xo'sh, bunga keladigan bo'lsak, mana shu jupini 1,50 ming so'm 10 kilometr dostavkasi ichida qilib berishyapti. Vodiy bo'ylab kelishilgan holatda. Manzillari Farg'ona viloyati Bo'yi tumani Yangiqo'rg'on o'tin bozoridan bo'lyapti. Kimga o'tinlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelishlari mumkin. Bunisi qanchaga sotildi? 850. 850 mingga Chevrolet, Chevrolet mashinadagi o'tinimiz sotildi ekanlar. Bemalol kelaverasizlar. Har yakshanba bozor bo'ladi. Undan tashqari kunlari ham har kuni 5 ta 10 ta lavoda turishadi. To'liq videolarni Eldor YouTube kanaliga joyladik. Bemalol o'tib batafsil ma'lumot olishlaring mumkin. Telefon nomer so'raganlar uchun mana shu telefon raqamlariga aloqa chiqib olasizlar. Qancha desalaring o'tinlarni bemalol yetkazib berishaveradi.